Nega yuzni chiska qildirgandan so'ng makiyaj qilish mumkin emas? Именно yuzingizni chiska qildirganingizdan keyin poralaringiz ochiq holatda bo'ladi va bu holatda sizga kosmetikalardan vaqtinchalik uzilib turish tavsiya qilinadi. Chiska qildirganingizdan keyin poralaringiz ochiq bo'lgandan so'ng albatta siz chiska qildirgan momentingizdan boshlab SPF surib, keyin ko'chaga chiqishingiz kerak. Agarda yuzingizni terisi sizga kerak bo'lsa. Tak, chiska qildirganingizda juda ham ta'sirchan ko'jalarda yuz juda ham qizarib ketadi va ularga men ko'pincha sostavda gialuronkasi bor, terini tinchlantirib bera oladigan SPFlar tavsiya qilaman. Agarda siz juda ham bu qizarishlardan uyaladigan bo'lsangiz, unda sostavida tonalka effekt beradigan SPF olishingiz mumkin. Например, Bioderma yoki Centella'ni Tone Up SPF yoki Avent. Bu juda ham plotniy effektni yaxshi ko'radiganlar uchun mo'ljallangan. O'zi 100 ta kelganda уже 6 ta qolibdi qizlar. Bu Avent, men buni lегкий tabiiy